Agar siz svarchik bo'lmasangiz yoki svarkaga qiziqmasangiz, bu videoni o'tqarib yuboring. Bu videoni umuman sizga aloqasi yo'q. Bu video svarkani endi o'rgangan ekanlar uchun. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va hurmatli hamkasblar. Meni kuzatib borakanlar. Ko'pchilik kommentariyaga yozadi, "Ustoz, qanaqa elektrod ishlatasiz?" deb. Shu haqida ozgina ma'lumot bering deydi. Shu haqida ozgina ma'lumot berib ketamiz. Bu svarkani endi o'rgangan ekanlar uchun foydali bo'ladi. Agar yupqa profillar ishlatayotgan bo'lsangiz, men o'zim ishlatayotganim, yo turba bo'layotgan svarka qilayotgan bo'lsa, Arsenal ishlataman. Arsenal 6013. Agar nagruzkalik bo'layotgan bo'lsa, shivilerlar, qalin profillar, turbalar bo'layotgan bo'lsa, uni ishlatganingiz ma'qul. O'rtacha xadavoy nimalarga amma bilan mana shular ishlatganingiz yaxshi. Bu narxi arzonroq, ular ikkalasini ham yaxshi, sifati ham yaxshi. Xadavoy ishlatilayotgan. Men shularni xadavoyga ishlataman. Kunlik har kun ishlatayotganlarim. Mana bu elektrodni aniq bilmagansiz, nima ishlar qilishini. LB7016. Bu bilan chugunni svarka qilsa bo'ladi va ответственный nozik joylarni svarka qilsa bo'ladi. Mana shuna olgan paytingizga originali bo'lsa, mana shuna qizil bo'ladi. Bu qimmat turadi LB. Buni har kun ishlatib bo'lmaydi.